Assalomu alaykum qadrli do'stlar, qadrli yurtdoshlar. Bugungi rolimiz Urganch tuman Chakka arxivning yanında, hurmatli vatandoshlar, ishining uglovoyida ajoyibot qurilgan 100% pishgan kirishdan solingan panoram yaynalar qo'yilgan hovli joy bilan tanishib o'tamiz. 220 kvadrat metr joylashgan, eni 11 metr tushgan, ikki kanalizatsiyasini ega bu bir, bu tarafimizda ikkinchi kanalizatsiyasi. So'qillari kafil qilingan, fasadlar polni travertin, balkon qismidan bor katta tushgan, sheprin tellari alifalla qilingan. Dokument 100% tayyor, sho'shklari hammasi qo'yilgan. Hem yan baş tarafında zilyonli zonalarla ega bo'lgan hovli joyimiz, hurmatli vatandoshlar. Bu yandan ko'rsatib o'tamiz. Bu yerda chiroyli qilib erchalarni ekib qo'yibdilar. Yani bu yerda zilyonli zonasi, bu tarafda garaj qismi bo'lib, katta darvozalar qo'yilgan, fasad qismini e'tibor qiling, polni travertin qilganlar. Joyimizda gap so'z bo'lishi mumkin emas. 100% pishgan karushdan xonadonimiz, hurmatli vatandoshlar. Erchasi ham katta ine. Suv, svet, gaz sho'chlari ham bor. Sizlar kanalımıza abone olup videomuza like bas köşesinden çıkmasın. Yani yetkese indi iç kısmı bilen danışıp ötsek. Bir de siz çocuk işlerimiz zor, sıfatlı Ramazan yani demir işlerden koyulgan. Bismillah girdikine girgenden bir de hurmatli vatandaşlar bir hoji zonası din kalkan bir de rakoinasına itibar kılasılar. Şu joymasa mas oluşu için zakazdan yasalgan rakoinadan birisi boladı. Su getirdiğinden bizde Bunun rakoini hiç bir yerde görmüyorsam tekrarlanmaz yıllarından birisi boladı. Hurmatli vatandoshlar, bir de elektrik avtomatları o'rnatilgan. Her xona uchun отдельно atachento, pisochniy atachentodan foydalanganlar. Bir de flafullayla ko'rib turgansiz, lechraklar tashalgan, ipsakatdan figura qilganlar. Berimizga yana salkam 6 metr uzinasini ham 6 metr razmerda tushgan keng dalolli hovli joy. Pasti dalonumuzdan yukarıdaki dalondan giyin düşkənizdə yukarıdaki dalonumuz sərkəm 6'ga 11,5 metr razmerdə düşkən. Giyin 6 xanasına ega 2 dalanı var. Həzdə 2 sanuzelinə ega bo'lgan hovli joyimiz, katta garajlar, hem tepli pol, ayak tilləri, işlərinə отдельный e'tibor qilasizlar. Qaronundan işləri, baynak stiklanını yarma işlərdən qo'yilgan zalimizdə işləri, bu yandan respublikalarımız zorundan, ajoyibundan bir joyimizni bir çırayına özgece çıray koşup tuttu. Resimlerim, galagellleri bor, chiroqlar, lyustralardan, sifatli lyustralardan. Tezor zonasidan ajralib turibdi, izlayın. Bir yandan ko'rsatib boraveramiz yine. Zalimizni ko'rsatib o'tsak, zalimiz 4-6 metr kattalikda tushgan, gilamlar döşəlgan, ramkalar qilib Yevrosiyalar remont qilganlar, lyustralar ham asilgan. Balandlik ham, hurmatli vatandoshlar, Selkem bir 4 metrlere çıkıp barardı. Şu 80'ler şimdi illa bak. Birinci tane gözetip baralarımız dokument hiç ne oldu ama yok. Bu tarafta sanuzeli işlerin 8'lik acayip sıfatlı işlerden koyulgan. Hurmatli vatandaşlar, tane tozadan emez. Sanuzeli özü bir katta spalni. Yine giyin düşken. Bir de rakonyalarına itibar kılın. Acayip sifatlisinden koyuldu, özge şekilisinden, kir maşin toşkeleri, razette joylari, kafirler hem sifatlisinden, vannası, acayip bir keminde 6-7 milyonluk vannalardan beri, bir de unitazlar hem yine kuymakıyla, bak ikisi koşulgan, aristolları var, biçke joylari, bir de patolog polni plastik, registrler hem zorundan koyulganlar. Gelip görübli bu yerini teşkirip asanızla buladı. Hurmatli vatandaşlar, bir dana ham karuç yok joyimizda. Bu tarafta ise spalnisi 3,5-4 metr razmerda tushgan spalni. Devorlar atachento qilingan, patologlarimiz gipsaklardan figura, galagen, bu yerda esa high-tech usulunday lyustralar asilgan. Plyontuslar ham yaxshisidan, panoramli aynalar, rozetka ko'rsatuvlar ham zo'rna qo'ygan, daborlar qo'yilgan, hammada dabor bor. Atxozindasizlar. Lekin sam tenda mina medachida qo'ymagan местоsi bor. Котелlar shu yerda joylashgan. Двухконтурный отопление, редукторlar, bu yerda дополнительный Eşliğinin bakı, ayaktiler laminat pol kılındı. Yine bir de biraz neyse koysanızlar buladı. Hürmetli vatandaşlar, endi aşxanasını gözetib o'tamiz. Ayollarımıza en gerekli xanalardan birisi bo'lgan aşxanamız yine mebellar ham liboy bir ayollara yaxsa kerak deb o'ylaymiz. Yine ko'rib turganingiz sifatli xilisinden o'rnatganlar, fartuklari qilingan, moykalari, bir de gaz plita toshkalari. Bu tarafimizda xolodilnikni местоsi yine. Sizlar xolodilnik uchun отдельный joy taxlab qo'ydilar. Gilamlar ham ipak gilamlardan, oyoq tiklari taxta pol, oshxonamizniki
Yanında katta garajına ega bo'lgan. Hovli-joyimiz yine katta garajına ega. Baland darvozalar qo'yilgan. Berar orqaga 2 mashina sig'dirib qo'ysangiz bo'ladi. Oyoq tilarim kafe. Birinchi chetdan ko'rsatib, borsa qizlar balandlikdan baland solingan joyimizni. Endi ikkinchi qavat bilan tanishsak. Lisinsamız ham quyma lisinsalar, ha. Remontdan ham gapsiz bo'lishmaymiz. Ustalar ham çok ishlayapti. Birimiz yani hol kısmı bo'ladi. Salkam 6 metr eni, uzinasini 11,5 metr kattalikda hol bo'ladi. Bu yerda katta balkondan ega. Yine bir 3,5 metr bor. Yine uzinasi 2,5 metr kattalikda. Orqaga bir üstler qo'yib 3-4 adam çay içip o'tirsa bo'ladi. 1, 2, 3, 4 xonasına ega bo'lgan ikkinchi qavatda. Ben birisi zal, 3 spalni bu katta hol. Keyin sanuzel qismi ham bor. Bir yandan ko'rsatib boramiz. Registrlarimiz o'rindan qo'yganlar. Sizlar ajoyib joy ekan. Birimiz katta spalni, lyustralarimiz o'rindan high-tech lyustralardan galogellari bor, led chiroqlar ham menda bor ekan-sizlar. Yorug'lik yaxshi bo'lishi uchun ham joyimizni bir chiroy qo'shib turish maqsadida chiroqlarni ham ko'paytganlar. Qurilishini ham gapsiz bo'lishi mumkin. Bu yerda yine zal qismi, ikkinchi qavatda zali bo'ladi. 4'e 8,5 metr kattalikda zali. Ikkita lyustrasi bor. Yana led chiroqlar, registrlar, patagonliklar qo'yilgan. Zalimizning bu tarafda yana ko'rinishi. Sizlar videolarimizni to'liq ko'rib borasizlar. Yani umiddamiz. To'liq ko'rib, keyin qo'ng'iroq qilsangizlar maqsadga muvofiq bo'ladi, hurmatli vatandoshlar. Hem kommentariyada chiroyli fikrlaringizni qoldirib borasizlar. Joylarimizga baho berib. Birimiz yine ixchamiz sanuzel ikkinchi qavatida rakonasi, vannasi, unitazi, kayfillariga e'tibor qiling. Kayfillarimiz zo'rindan bosilgan. Bir patolog plastik shisha joylari bor. Eshiklarimiz zo'rindan 8likdan qo'yilgan. Bu tarafda esa 4'e 4 razmerda tushgan spalniyasi bo'ladi. Joyimizni izlay место положениясini eslatib o'tamiz. Urganch tuman Chakka arxiv yanida shuning 2 qavatli 220 kvadrat metr joylashgan Uglovoyda 11,20 tushgan xonadonimiz bilan tanishib o'tdik. Narxi $140,000 aytilib turibdi. Hurmatli vatandoshlar, kelib ko'rib ustida so'zlashib olsangizlar bo'ladi. Birimiz esa 3,5-4 metr kattalikda детский spalniya bo'ladi. Farzandlar uchun chiroylatib taxlangan. Her kim için alohida xona yetarlicha qo'lni zal qismlarim bor, katta tushgan, hollarim katta, azla chiroyli gilamlar döşelgen, qimmatbaho ipak gilamlaridan azla uning prosto xillari emas. Ya'ni balkon qismi va balkon ham katta tushgan. Bemalol yozning kuni chiqib bir ustak yuz qo'yib, 3-4 adam orqayin dam olib o'tirsa bo'ladi. Hurmatli kanallarimiz a'zolari, vatandoshlar, Şunun joylarni qarab yurgan bo'lsangizlar, sizlar kimdir yoqadan bo'lsa, ekranda sizlar uchun обязательно nomerlarimiz qoldiramiz. Bemalol telefon qilib, gelib, ko'rib, ustida mulk egasini o'zi bilan savdolashib kelishib olsangizlar bo'ladi. Hech nimadan muammosi yo'q. Dokument ham tog', shushlar ham qo'yilgan. Xonadonimizga faqatgina bir kelib yashash kerak. Enini 11 metr, uzinasini 20 metr tushgan, 220 kvadrat metrda joylashgan. Uglovoy hem 100% pishgan kirishdan solingan yevro ta'mirdan chiqarilgan xonadon bilan tanishib o'tdik. Narxini takrorlaymiz, $140,000 aytilib turibdi. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Hammaga sog'lik, salomatlik tilaymiz. Keyingi videolarda görüşguncha xayrlab qolamiz.